Xitoy hukumati Uyg'ur diyorida irqiy qirg'inchilik siyosatini yo'lga qo'yishdan ilgarila, ya'ni 2014-yildan boshlabla Uyg'ur diyoriga butun Xitoydan saqchi xodimlarni qabul qilishga boshlagan edi. Barliq yuqori texnikalik taqiblash sistemalari bilan qoplanib va ayni saqchi davlatiga aylantirilgan Uyg'urlar diyorida uning hozirmi ishkiri Xitoy o'lkalaridan saqchi va yordamchi saqchi qabul qilishni to'xtatmaganligi, hatto bag'ancha ko'paytayotganligi ma'lum. Aqsu viloyatlik jamoat xavfsizlik idorasi, Aqsu viloyatlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasining ündidor supalarida 2024-yil 26-may tarqatgan uqtirishlardan ma'lum bo'lishicha, 2024-yil Aqsu viloyatidagi jamiyatdan 923 nafar yordamchi saqchi xodimi qabul qilinmoqchi ekan. Tizimlatish vaqti 6-oyning 1-kunidan 5-kunigacha bo'lib, qabul qilish doirasi butun Xitoyga yuzlangan. Ular siyosiy maydoni aniq bo'lish, milliy bo'lgunchilik va qonunsiz diniy faoliyatga qat'iy qarshi turish irodasiga ega bo'lish, vazifani normal ado qilish uchun talab qilingan jismoniy va ruhiy sifatga ega bo'lish degandeklarga asosan tanlanadigan bo'lib, tanlash obyekti 18 yoshdan 35 yoshgacha deb ko'rsatilgan. Bu qitimqi saqchi qabul qilish e'loniga qaraganda, qabul qilingan saqchi xodimlarning xizmat to'xtami 3 yil, sinoq vaqti 6 oy bo'ladi ekan. Aqsu viloyati jamiyatga yuzlab saqchi ishlar yordamchi xodimidan 920 ni oshkora taklif qilishni qaror qildi. Taklif qilish obyekti to'liq o'rta maktabdan yuqori madaniyat saviyasiga va ish o'rni mas'uliyatini ado qila oladigan xizmat iqtidoriga ega bo'lganlar. Biz bu qitimqi jamiyatdan oshkora saqchi qabul qilish haqida yanada tafsiliy uchur elish uchun mazkur saqchi qabul qilish e'lonida tizimlatquchilarga ta'min etilgan aloqalash nomeriga telefon qildik. Telefonni olgan xodim odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasining xodimi bo'lib, u Aqsu viloyatida bu qitimqi saqchi qabul qilish ko'lamining bir qadar zo'rliqi va ishkiri o'lkalardan qabul qilinadiganlarga alohida e'tibor siyosatlari borligini tushuntirib, mundaq dedi. Bu qatim saqchi qabul qilish butun mamlakatga yuzlandi. E'londa ko'rsatilgan aloqador talablarga mos kelgan har qanday odam tizimlashsa bo'ladi. Millati va tavallikiga cheklama qo'yilmaydi. Mamlakatning har qanday joyidan iltimos qila oladi. Bu qatimqi saqchi qabul qilishning yana bir alohida tarifi shuki, agar qabul qilinuvchining ayoli va yoki qiz do'sti boshqa joyda bo'lsa, ularning oilasini jam qilib xotirjam xizmat qilish uchun qabul qilingan saqchilarning xotin bolalarini yo'tkab berishga va xizmat o'rinlashtirishga turalg'u bilan ta'minlashga kafolatlik qilindi. 最大的一个量，只要你成功考上的话呢，还会安排你的配偶在当地。 Gerçi bu xodim e'lon shartlari haqida tafsiliy javob bergan bo'lsa-mu, lekin doiralarning nima uchun buncha ko'p saqchiga ehtiyojli bo'lib qolganligini so'rganimizda javob bermayla telefonni qo'yibdi. Aqsu jamoat xavfsizlik idorasining e'londagi yana bir aloqalash telefon nomeri ulandi. Telefonni olgan xodimdan bu qitim saqchilarning qanday shartlar bilan qabul qilinadiganligi va ularning qanday taqsimlanadiganligini so'radik. U qisqacha tushuntirib, mundaq dedi. 阿克苏地区2024年的本次计划招聘辅警923人，招聘地区阿克苏市包含所属部分区县。 Aqsu viloyati 2024-yili 923 nafar saqchi qabul qilishda butun jamiyatdan qabul qiladi. Ular Aqsu viloyatining jamoat xavfsizlik sistemasining barliq shahar, noya, yezi kanatlaridagi tarmoqlarining ehtiyojiga asosan taqsim qilindi. Xizmat vazifasi va talabi bir qadar og'ir bo'lganligi uchun asosan erlar va 30 yosh ham uningdan tuvan yoshdagilar qabul qilindi. Bu qatam xalq saqchilari va yordamchi saqchilikqa iltimos qilguvchilarning tavalligi va millatiga shart qo'yilmaydi. Vazifa o'tash jarayonida qurbon bo'lganlar oila tavobatlaridan bo'lsa 10 nomer qo'shib berildi. Uyg'ur yoki boshqa osonlik millatlarga 5 nomer, millatlar ittifoqligi namunchilariga 5 nomer qo'shildi. Tizimlatquchilardan 6-oyning 13-kuni siyosiy saposi, qonuniy savotlari qatorliqlardan imtihon ilib tanlandi. 所需要的工作能力，考试时间在6月13号。 Uningdan rayonda yaqinqi yillarda muqimlik xizmatining unimining intayin yaxshi bo'lganligi, xalqning xotirjam siyosiy va ijtimoiy vaziyatdan bahrilanib yashayotganligini tashviq qilayotgan bir vaqtda, nima uchun doiralarning yana buncha ko'p saqchiga ehtiyojli bo'layotganligini so'rganimizda, u xodim darhol sezgurlik ifodaladi-da, mundaq dedi.
民族团结工作强度一般偏大。 Hozirgi siyosiy vaziyat deyilayotgandek hammaga ma'lum. Ammo Millatlar Ittifoqligini qo'g'dash xizmati talabi yanada keskin bo'lganlikdan buni talabga yetkazish kerak. 所需要的也有部分岗位要求有专业要求。 U sözдің ақырын düşəməylə telefonunu qoyuvetdi. Bunun aldıda Xitay Kompartiyası Siyasi Bürosunun əzası, Siyasi Qanun Komitetinin sekretari Chen Wenqing ötken həftə Uyğur rayonunu közdən keçirgen idi. 5. ayının 22. gündən 26. günügəcə Ürümçi, Qashqa, İli qatarlıq joylarda ciddi xizmət tekşürüş qılğan Çin, Xi Jinping'nin yeni dəvirdəki Şinjan'ı idare qilish tədbirlərini umumyüzlük izchillashtirish, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni doimlashtirish kerakligini ta'kidlagan edi. Shuning bilan bir vaqtda u yana Xinjiangning muqimligi, shundaqla butun mamlakatning muqimligiga haqiqiy kapolatlik qilishni talab qilgan edi. Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinping o'tgan yili avgustda Uyg'ur rayonini ziyorat qilgandimi o'xshashla jamiyat muqimligini birinchi o'ringa qo'yish, terrorlik va asabiylikka zarba berish, shundaqla iqtisodiy qurilishni jonlantirishni ta'kidlagan edi. Chen Wenqingning Uyg'ur rayoniga qaratgan bu ziyarati oxirlashganning ertesila Jamoat xavfsizligi ministerligi bayonot e'lon qilib, Xitoyning 7 yildan ko'proq vaqtdan beri terrorlik hujumini ko'rmaganligini aytgan. Xitoyning yaqinda e'lon qilgan Oqtashliq kitobida terrorlikqa qarshi turish Xitoyning qonun sohasida qo'lga keltirgan yaqinqi 10 yillik taraqqiyoti deyilgan bo'lsa, Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining 1-oyda e'lon qilgan dokladida doiralarning jamiyat muqimligini qo'g'dab, terrorlikqa zarba berishda davomli ching turdiganligi ko'rsatilgan edi. Shundaq bo'lishiga qaramay, Chen Wenqingning rayonda bu qitim yana maxsus terrorlikqa zarba berishni normallashtirishni ta'kidlashiga masalda, doiralarning soqchi kuchini yanada ko'paytirishga boshlaganligi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Amerika tashqi siyosat kengashining tadqiqotchisi Michael Sobolik o'zining Xitoyning Uyg'ur diyorida uzluksiz soqchi ko'paytishiga qarta andishisini ifodalab, radiomizga avatgan yozma inkosida mundaq deb yozgan. Xitoy Kompartiyasi 7 yildan buyon Uyg'ur xalqiga qarshi irqiy qirg'inchilik olib bordi. Şinjandagi soqchilarning bu jiddiyligi bilan Beijing Uyg'urlarning kimligi, madaniyati va mavjudligini yo'qotish tirishchanligini aslab oshirayotgandek qiladi. Millionlagan begunoh Uyg'urlarning ko'pinchisining Amerikada tuqqanlari bor. Ular turmada necha yil yotgan. Amerika tadbir belgilaguvchilari Gülşen Abbasga o'xshash bu Uyg'urlarning sababini tutqun qilishi va ularning qo'yib berilishi uchun qo'ldan kelishicha tirishish kerak. Uyghur Avtonom Rayonluq Jamoat Xavfsizligi idorasi Tori, Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi Tori qatorliqlardan oshkorlanishicha 2024-yil kirishi bilan bu xildagi e'lonlar chiqargan shaharlardan yana Urumchi, G'ulja, Sanji, Qashqa, Qarmay, Qumul qatorliqlar, shuningdek yana Bingtoyga qarashliq jamoat xavfsizlik organlari bor bo'lib, joylar o'xshamagan sonda doimlik soqchilardan boshqa yana yordamchi soqchilarni qabul qildiganligini bildirgan. Uyg'ur elidagi Bingtoy 7-diviziyasi qurgan Huyanxi shaharlik jamoat xavfsizligi idorasi 2024-yil 4-oyda soqchi yordamchi xodimlarga ochiq xizmatchi qabul qilish, uqtirish taqatgan bo'lib, ular bu qitim 200 nafar yordamchi soqchi qabul qilishni planlagan. Qabul qilish doirasi o'xshashla butun mamlakat bo'lib, yosh cheklimisimi 18 yoshdan yuqori va 35 yoshdan tuvan bo'lishi shart qilingan. Halbuki 2024-yil 5-oyning 27-kundagi Qashqa viloyati Poskam nahisning yordamchi soqchi xodimlarini qabul qilish e'lonidan bo'lsa, doiralarning soqchi kuchini ko'paytirishning sababi oshkorlangan. Buningda mundaq deyilgan: ijtimoiy kapolat va muqimlik xizmatini yanada kuchaytirib, Poskam nahisidagi umumiy ijtimoiy kapolat vaziyatining davomli muqimligiga kapolatlik qilish uchun ommaga ochiq oshkor holda yordamchi soqchi xodim qabul qilish qaror qilindi. 2023-yil 19 yanvar Uyg'ur Avtonom Rayonluq partkomining sekretari Ma Xingrui Uyg'ur Avtonom Rayonluq intizom tekshirish komitetining yillik yig'inida so'z qilib, Uyg'ur elida siyosiy nazoratni kuchaytirish, konkretlashtirish, aniqlik darajasini yuqori ko'tarish va siyosiy nazoratni normallashtirishni talab qilgan edi. Yig'inda Ma Xingrui xalqaraning qattiq besimga uchrayotgan Xitoyning Xinjiang siyosatida o'zgarish bo'lmaydiganligidan bishorat berib, partiyaning yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasini to'liq va to'g'ri amallashtirish, ijtimoiy muqimlik va uzun muddatlik aminlik umumiy nishoniga markazlashishni ta'kidlagan edi.
Mukammal Saqchi Dövlati nomli kitobning avtori oliy tadqiqotchi Jeffrey Kane radiomizga avatgan yozma inkosida Uyg'ur diyorida irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligi va uning buningdan keyingi vaziyatga bo'lgan andisini mundaq ifoda qilgan. Nurg'un mutaxassis va analizchilar Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik oxirlashishi mumkin deb qaradi. Ular jazo lagerlarining taqalganligini va nurg'un mahbuslarning turmaga solanganligi va majburiy emgakka silinganligini o'tirg'a qo'yishdi. Xabarlar buning amaliyotga to'g'ri kelmaydiganligini ko'rsatib berdi. Xitoy Kompartiyasi begunoh kishilarni atalmish terrorlikqa qarshi turish harakati nomida keng ko'lamda tutib turishni davomlashtirmoqchi. Bu Xinjiangning 2016 va 2017 yillari Xinjiangda hokimiyat beshiga chiqqaniga o'xshash bo'lib, u jazo lager sistemasini qo'llagan. Bularning hammasi Xitoy Kompartiyasining bu joydagi siyosatining davomlashadiganligini va ularning terrorlikqa qarshi turish deb atagan harakatini davomlashtiradiganligidan darak beradi. Kishini afsuslandirdigini, texnik ko'p qonunsiz tutib turishlarning davomlashadiganligini ko'rishimiz mumkin. Tayyorlovchi Gulchehra, diqqat berganingizga rahmat.